Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni Parranda Plus kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi videoda tovuq bahorda ko'proq tuxum qilish uchun nimalar berishimiz kerak, nimalar bermasligimizni o'rganamiz. Kanalga yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying va videoni oxirigacha ko'ring. Agar sizga tovuq bahorda kurk bo'lish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'tgan galgi videomizni ko'rsanglar bo'ladi. Tepada havolasi chiqdi. Bahorda tovuqdan ko'proq tuxum olishimiz uchun bir nechta sabablarni qilishimiz kerak bo'ladi. Bular alohida suviga, ovqatiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Men bir haftalik ratsion tuzib chiqqanman. Bir haftalik ratsion taxminan shu ko'rinishda bo'lgani yaxshi. Suvdan boshlaymiz. Suvni birinchi kuni margansovkali suv bersak, mana shunaqa och-pushti qilib, ikkinchi kuni oddiy suv beramiz. Uchinchi kuni va to'rtinchi kuni mana bunaqa vitatonik yoki chektonik vitaminini bersak bo'ladi. Bu vitamin 1 litr suvga 1 gram beriladi. 5-kuni oddiy suv bersak, 6-kuni suvga qo'shib beradigan kalsiy bor. O'shani beramiz. 7-kuni yana oddiy suv beramiz. Yana shunga e'tibor berishimiz kerakki, suvni har kuni alishtirishimiz kerak va suvni quyosh tushmaydigan joyda saqlashimiz kerak. Endi ovqatiga o'tamiz. Ovqatini kambi-ko'rim qilib beramiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi donli kepe, jo'xori, arpa, semichka, baliq uni, suyak uni va tuxum po'chog'ini maydalab kambi-ko'rimga общий aralashtirib qo'shib yuboramiz. Bu aralashmamizni, ya'ni kambi-ko'rimimizni kuniga 2 mahal beramiz, ertalab kechqurun. Va orada hammani uydan topsa bo'ladigan o't beramiz. Ularni iloji boricha tashqariga chiqarib turish kerak, chunki tovuqlar tashqarida har xil qurt-qumursqa, chuvalchillarni topib yeydi va ko'rgan bo'lsanglar, har xil kesak toshlarni ham yutib olishadi. Tovuqlarni ovqat hazm qilishini osonlashtiradi. Tovuqlarni tuxum qilishiga tovuqxonani ham o'rni bor desam ishonasizlarmi? Tovuqxona yorug', yomg'ir o'tkazmaydigan va tovuqlar aylanib yursa bo'ladigan joy bo'lishi kerak. Va iloji boricha yerli joy bo'lgani yaxshi. Agar tovuqlarga shu sharoit yaratib bersanglar, tovuqlardan tuxumlarni sanab olasizlar. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.